Nega Amir Temur Shohrux Mirzoni valiahd etib tayinlamagan? Keling hozir sizlar bilan nega Shohrux Mirzo valiahd etib tayinlanmaganligi va hokimiyat tepasiga qanday kelganligi mavzusi haqida gaplashamiz. Amir Temurning 4 nafar farzandi bo'lgan Jahongir Mirzo, Umarshayx Mirzo, Mironshoh Mirzo va Shohrux Mirzo. Amir Temurning 3 o'g'li Jahongir, Umarshayx, Mironshoh Mirzo va nabirasi Pir Muhammad Amir Temurning yurishlarida ishtirok etishib, anchagina tajriba orttirib, Amir Temurning yonida o'zlarini ko'rsata olishgan va ularning ko'p vaqti Amir Temur bilan uning yurishlari bilan safarda o'tgan. Shohrux Mirzo esa jang san'atidan xoli bo'lib, ilm-fan va diniy ta'limotga ko'proq yondashgan. Amir Temur ko'proq jang safarlarida bo'lganligi uchun Shohrux Mirzo bilan birga vaqt o'tkaza olmagan. Undan tashqari, Amir Temur nasabga ham qaragan. Shohrux Mirzo Amir Temurning boshqa o'g'illariga nisbatan nasabi pastroq edi. Shohrux Mirzo yetarlicha tajribaga ega bo'lmaganligi va Amir Temur yonida o'zini ko'rsata olmaganligi uchun ham e'tibordan chetda qolgan. Valiahdlikka da'vogarlar asosan Jahongir Mirzo, Umarshayx Mirzo va Mironshoh Mirzolar edi. Ammo Jahongir va Umarshayx Mirzolar Amir Temur vafotidan oldin hayotdan juda erta ko'z yumishdi. Mironshoh Mirzo esa Eronni boshqarayotgan vaqt otdan yiqilib, es-hushini yo'qotdi va rafiqasi Xonzodaning Amir Temurni Mironshohga qarshi qayrashi natijasida valiahdlikdan mahrum qilindi. Keyinchalik Mironshoh Mirzo ham turkmanlar bilan bo'lgan jangda halok bo'ldi. Amir Temur o'limidan oldin nabirasi Pir Muhammadni taxt vorisi bo'lishi kerakligini vasiyat qilgan edi. Ammo Amir Temur o'limidan so'ng taxt uchun kurashlar boshlanib ketdi. Pir Muhammad sodiq amiri Pir Alitar tomonidan xiyonatga uchrab qatl etildi. Amir Temur vafotidan so'ng Umarshayx Mirzoning o'g'li Halil Sulton Temuriylar taxtini egallaydi. Ammo Halil Sulton juda tajribasiz bo'lib, davlatni boshqarishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bunday holatda esa Halil Sultonga nisbatan zodagonlar va ulamolar tomonidan norozilik kuchaya boshlaydi. Shu vaqtda Shohrux Mirzo Hirot hokimi bo'ladi va Hirotda barqaror siyosat va adolat boshqaruvi bilan o'z hududini mustahkam tutadi. Davlat tepasidagi shaxslar va diniy ulamolar Temuriylar imperiyasi taxti uchun Shohrux Mirzoni ma'qul ko'rishadi. Halil Sulton Mirzo boshqaruvi zaiflashgach, Shohrux Mirzo Samarqandga yurish qiladi va butun hududni jangsiz bo'ysundiradi. Keyin esa Temuriylar taxtini egallab, imperiyani 38 yil mobaynida boshqarib keladi. Ba'zilar savol berishadi: Amir Temur Usmonli sultonlariga o'xshab o'z o'g'illarini o'ldirib, taxtga birgina vorisini qoldirsa bo'lmasmidi deb. Yo'q. Amir Temur o'z o'g'illarini o'ldirishga hojat qolmagan. Chunki Temuriylar shajarasiga e'tibor bersanglar, Temuriy shahzodalar o'rtasida erta o'lim holati juda ham ko'p bo'lgan. Valiahdlik masalasi tez-tez almashtirilganligi sababli Amir Temur bo'lajak taxt vorisi bo'yicha bir qarorga kela olmagan.